Assalomu alaykum obunachilarim. Mana hammalaringizni ro'za ayyomi bilan tabriklayman. Ramazon oyi mana bog'larimizda ham ancha o'zgarish bo'ldi. Mana o'tinlardan hammasi olindi, o'tinlar ko'paydi, yoyilyapti. Hammasi yangiliklar ko'p. Bularga yangi joy qilyapmiz endi o'tlarga. Hozir ularni qaraychi. Tuxum tug'ibdi. Tovuqlarimiz ham tug'ib boshlaganda, hammasi o'rdak ham tug'yapti. Mana hammasi aylanib yuribdi, kengish joy. O'tinlar olingan. Mana bu joydan eng katta yangilik bularga joy qilyapman mana. Uzun qilib joy qilinadi har birovga. Endi 30 tadan 2 tomonlama 60 ta xatak bo'lishi kerak mana shu yerdan. Bu bo'yi uzun tushib turgan bilan. Men beton olib keldim 800 ta. Keyin bir tomoniga kurkalar, bir tomoniga indutkalar. Har biri o'zining xonasi bo'ladi, отдельный, o'zining joyi, uyi bo'ladi. O'zlari mana loylar ham shu ishlatiladi. Buni joyini keyin hovuz qilamiz. Ichiga klenka qo'shib, hovuz qilib suv qo'ysak, bari cho'miladi mana bu bizorlar. G'ul. Chingachuk. Mana hammasi o'ynayapti, kengish joy. Agarda ancha o'tlarim ko'karib qolgan. Yomg'irdan keyin juda chiroyli havo bo'ldi, hamma tomon. Mazza qilib yuritamiz. Etik kiygan xo'rozchayim shu yerda mana. Voy, xo'roz voy. Shunday gaplar, yangiliklar.